Xursandmisiz? Kayfiyatlar ko'tarildimi? Kendisini kutlagan shunaqa ishlab ketishini. Kutmagandim. Bular birontasi kirib aytib qo'yishmadimi? Otajon shunaqa ish qilamiz dedi. Aldım kildi Tasodif xizmat qilmoqchi bo'lganlar. Nima deyishni bilmayman. Qaysi biri nomidan keldingiz bu yerga? Kimlarni bu yerga taklif qilishni ham bilasizmi? Otamning dardiga darmon. Shunday qilingani bo'lmasa, kimning nomlaridan, turmush o'rtog'ingiz nomlaridan keldikmi? Yoki jigarlaringiz nomidan keldikmi? Farzandlaringiz nomidanmi? Nabiralar nomidanmi? Kimdan taklif qildingiz? Sohibi sulton. Farzandlarim nomidan. Bitta chiroyli qasamlashib berasizmi? Albatta mana shu fayzli xonadoningizga, mana shu qora ko'zlaringiz yariki farzandlaringiz nomlaridan tashrif buyurdik. Hozir risolat nomlaridan, ko'pkamroq o'g'lingiz nomidan, akam va Anvar akam nomlaridan. Qolaversa, mana juftli havolingiz nomidan, nabiralaringiz nomidan sizga ozgina bo'lsa-da xursandchilik, kayfiyat ulashgani tashrif buyurdik. Albatta mana shu qora ko'zlaringiz bizlarga aloqaga chiqqanda aytdilarki, otajonimizni, uyimizni ustunini suyangan tog'imizni shukrona kunlar. Shuni chiroyli qilib o'tkazib berasiz dedi. Mana shuni bilibki, mana shu farzandlaringiz sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'rishadi. Ilohim yuzlarga kiring. Xudo xolasa mana 100 yoshga kirganingizda mana shu yerda kimlar bo'lsa, hammamizni kelib tabriklash nasibi ro'za aylasin. Dunyo turguncha turing. Mana shu yangi yilimiz 2026-yilimiz hammamizga baxtli, saodatli, omadli yil bo'lsin. Mana shu yilda maki nimaniki orzu niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizni yeting. Mana shu shartni tashkil qilgan farzandlaringiz boshiga, nabiralaringiz boshiga sog' bo'ling, omon bo'ling, dunyo turguncha turing. Shukrona kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin. Har bir karvon boshida bir sarbon bo'ladi. O'sha sarbon karvonlarga posbon bo'ladi. Sizga atab she'rlar yozsak doston bo'lar. Hayotimda sarbonim siz jonimdir. Xursandsiz? Bu endi hozir hammasi emas endi. Hozir bularni sizga topilgan ajoyib sarbonlari-yu, sovg'alari ham bor. Chiroyli musiqalar sadosi ostida otajonimizga atalgan sovg'alarimizni, sarbonlarimiz kelib topshiramiz. Kelib bemalol tabriklaymiz, hurmatli. O'zing sen dard berib darmon berguvchi, o'zing sen sevuvchi armon berguvchi. Tabriklayman. Ey mening ko'nglimni ko'rib turguvchi, otamning dardiga darmon bo'ling. Onasi senga ham to'ylaring muborak bo'lsin. Doim yaxshi kunlar, doim baxtli bo'ling. Assalomu alaykum, hammaga xush kelibsizlar. Dadajon, biz sizlarga bizga ishlagan kiring. Doim vaqtimizda sog' salomat bo'ling. Onajon, sizlarga sayingizda sog' salomat bo'ling. Xush kelibsizlar. Doim yuzda kirib, hech qachon g'am ko'rmang. Vaqtimizda doim sog' bo'ling. Onamsiz Sizlarga kattalarga uchun katta rahmat. Doim buyuklarga ham so'ytirib sizlarga. Rahmat amonlaringizga. Katta rahmat kelganlaringiz uchun. Demak, kelinimizni ham tug'ilgan kuni, o'zimni ham tug'ilgan kunim. Ana shu kelinimni ham tabriklayman tug'ilgan kuni bilan. Ilohim 100 yoshga kirsin. Bola chaqalarni rohatini ko'rsin, eri bilan ilohim baxtli bo'lsin. Boshqa nima ham demayman-da, qo'limdan kelgani shu. 100 yoshlarga kiring. 100 yoshga kirganlaringiz mana shunday davra qilib ballarni e'zozda bo'ling. Biz 100larga kirsinlar. O'ynab to'ylar kunlar ekan. Farzandlar boshiga doim sog' yursinlar, otamlar baxtli bo'lsinlar. To'ylar kunlarga sog'-salomat yetkazsinlar. Sizlar juma kuni to'ylar kunlaringiz muborak bo'lsin. Men 100 ga kiraysizlar, o'sha 100 yoshga mana yubiley to'ylar mana shunday bo'lib o'tiriblar.
Vaqt bo'linglar. Katta rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Amaki bitta ish qilamiz hozir. Mana bitta bojalarimiz shu yerdalar, yonimizda turibdilar. O'zi bitta boja degan qo'shiq qo'yib beramiz. Bitta chiroyli raqsga tushib beraylik, ozgina bir kayfiyat ko'taraylik. Ha? O'yindan keyin nabiralarga so'z navbatini beramiz. Nima dedingiz? Qani marhamat. Lekin mana shu qizil palos olishimiz kerak. Boja Dio maymunuşum Maymunuşum Viola kurme kunem Gamoya durme kunem Boja Dio maymunuşum Maymunuşum Viola kurme kunem